Aynan quruq yuzlar juda ham qurib ketadi. Yog'li yuzlarda esa muammolar ko'payib ketishi mumkin. Yog'li yuzda yana husnbuzarlar chiqishiga moyilligi juda ham yuqori bo'ladi. Husnbuzarlar doimiy u insonni bezovta qilib turadi. Yog'li terini juda ham ko'p, boshqalarga nisbatan juda ham ko'p namlab turish kerak. Eng kerakli, hamma yuzga kerak bo'ladigan narsa bu SPF. Переводчикni olasiz, перевод qilasiz, tarkibini tushunasiz, sizning yuzingizga to'g'ri keladi, demak olishingiz mumkin. Sizning yuzingizga to'g'ri kelmaydi, demak olishingiz mumkin. Kuz fasli bu har bir yuz uchun alohida e'tibor talab qiladigan fasllardan biri hisoblanadi va buning uchun alohida parvarish qilinadi. Har bir fasl uchun, kuz fasli uchun esa juda ham ko'proq e'tibor qiladi, chunki shamol yengil bo'ladi, havo salqinlashishni boshlaydi. Aynan quruq yuzlar juda ham qurib ketadi. Yog'li yuzlarda esa muammolar ko'payib ketishi mumkin, chunki shamolda infeksiya yuqtirib olishi mumkin. Normal yuzlar bu har doim ham ideal yuz bo'lavermaydi. Sezuvchan yuzlarda esa qizarishlar, yorilishlar va hattoki kapillyarlarning yuzaga chiqib diskomfort olib kelishlariga sabab bo'ladi. Ushbu videoda men sizlarga yuzlaringizni tipini aniqlashni va kuz faslida qanday qilib uxotlar qilishni qisqacha qilib tushuntirib beraman va sizlarga foydali bo'ladi degan umiddaman. O'zi yuzida 5 xil bo'ladi. Yog'li yuzlar, quruq yuzlar, sezuvchan yuzlar, kombinirованный yuzlar va normal yuzlar. Har bittasi alohida parvarish talab qiladi. Bir-birinikiga mos tushmaydi va aksincha yomonlashib ketish ehtimolini kuchaytirib beradi. Yog'li yuzlar bu yuzlarni doimiy yog'lanib turishi, ertalab yuvgandan keyin ham yarim soat 40 minutdan keyin obedga borib yuzda yana yog'lar paydo bo'lishi, yog' ishlab chiqarilishi, yaltirab xuddi bir terlaganda yuz turishi bu yog'li yuzlar deyiladi. Yog'li yuzda yana husnbuzarlar chiqishiga moyilligi juda ham yuqori bo'ladi. Husnbuzarlar doimiy u insonni bezovta qilib turadi. Aynan shuning uchun shunaqa yuzlarga yog'li yuzlar deyiladi. Ushbu yog'li yuzlarni men sizlarga qisqacha qilib parvarish qilishni, kunlik parvarishni aytib beraman. Yog'li yuzlarni haftada 1 marta albatta enzimli pudra bilan yuvib turish kerak va yumshoq gel sifat umumvalkalar bo'ladi. Tarkibida niasinam ozgina protsentda bo'lsa ham niasinamida bo'lgan umumvalkalardan foydalansangiz bo'ladi. Bu umumvalkani har kun foydalanish mumkin. Enzimli pudrani esa 1 marta foydalanishlaringiz mumkin. Keyingi etap esa bu yuzdagi krem. Yuzga krem albatta namlantiruvchi bo'lishi kerak. Buni ichida gialuron kislota bo'lishi kerak. Nima uchun namlantiruvchi? Chunki oddiy xalq tilida tushuntirib beraman sizlarga. Yog'ni suv yuvadi. Tushundingizmi? Yog'lanib turgan narsani suv bilan yuvish bo'ladi bu narsa. Buni namlikni qancha ko'p yuzda saqlab tursa, o'shancha yog'li baryer uyquda turadi. Agar namlik yo'qolishni boshladiki, yog'lik baryer juda ham ko'p yog' ishlab chiqarishni boshlaydi. Aynan shuning uchun ham yog'li terini juda ham ko'p, boshqalarga nisbatan juda ham ko'p namlab turish kerak, yog'ni bosish uchun. Albatta hamma kremlaringizni tarkibida gialuron kislota bo'lishi kerak. Bu qanday krem bo'lishidan qat'iy nazar o'qishlaringiz kerak. Olayotgan kremlaringizni tarkibida gialuron kislota bormi? Demak, bu sizlarga to'g'ri keladigan krem hisoblanadi. Niqoblarga keladigan bo'lsak, glina, ya'ni oq glina bor, qora glina bor. Bu glina maskani haftada 2 marta qilsalaringiz ham bo'ladi. Juda ham foyda beradi, juda ham yuzingizni yaltiratib, poralaringizni kichrayishiga sababchi bo'ladigan narsa. Oxirgisi bu SPF. Eng kerakli, hamma yuzga kerak bo'ladigan narsa bu SPF. Ya'ni quyoshdan saqlovchi krem. Busiz hech bir yuz ideal ko'rinishga ega bo'lmaydi. Shuning uchun yozda ham, qishda ham, kuzda ham, bahorda ham SPF dan foydalanish shart va zarur. Faqat uni plyuslarini kamaytirish, mavsumga qarab plyuslarini kamaytirishgan yaxshiroq. Hozir bizning O'zbekiston klimati issiq bo'lganligi uchun bahorda ham, yozda ham, kuzda ham +50 lik SPF ishlatgan ma'qul. Chunki yuzingizga dog' tushib qolish oldini juda ham yaxshi oladi va sabab ham bo'lmaydi. Chunki bizda ultrafiolet nurlari juda ham kuchli bo'lganligi uchun dog' tushish ehtimoli yuqori bo'ladi. Aynan shuning uchun ham +50 bahor, kuz va yoz oylarida ishlatgan ma'qul. Qishda esa +30 juda ham to'g'ri keladi.
Ikkinchi yuzlar bu quruq yuzlar. Ko'pchilik qizlar, yoshlar hozir quruq yuzlardan aziyat chekishadi. Hatto 25-24 ga kirgan qizlarni ham уже ajinlar bezovta qilishni boshlagan. Sababi quruq yuzlar. Buni to'g'ri namlamaslik, to'g'ri parvarish qilmaslik va yuzni tipini to'g'ri aniqlay olmaslik sabab bo'ladi. Quruq yuzlarni birinchi marta yuvishda, ertalab yoki kechqurun yuvishda albatta sutsimon, yumshoq umuvvalkalardan foydalanishlaringiz kerak. Shu narsa yuzingizni kamroq shikastlaydi va yuzdagi teri qatlamini, baryerini buzmaydi. Shuning uchun aynan sutsimon, yumshoq enzimli pudradan foydalanish shart emas. Chunki enzimli pudra bu porani tozalaydi. Quruq yuzlarda esa poralar deyarli bo'lmaydi. Ikkinchi bu kremlar. Kunduzgi va kechqurungi kremga albatta 100%, 25%, 20% dan yuqori bo'lgan gialuron kislota, yana o'sha gialuron kislota namlantiruvchi krem bo'lishi kerak. Chunki quruq yuz namlanmadi, unda siniqlar, ajinlar paydo bo'lishi mumkin. Endi esa ikkinchisi bu vitamin E tarkibida saqlagan kremlar. Bu kunduzgi bo'ladimi, kechki bo'ladimi, albatta vitamin tarkibida vitamin E si bo'lgan kremlardan foydalanishlaringiz kerak. Chunki vitamin E yuzni oziqlantiradi, namlantiradi va yaltirash, ya'ni siyaniya beradi. Aynan shu narsa vitamin E da borligi uchun juda ham yordam beradi. To'rtinchisi esa bu har doimgidek SPF. SPF siz hech qaysi yuzni tasavvur qilish mumkin emas. Hatto kuzda ham, hatto qishda ham albatta SPF dan foydalanish kerak. Quruq yuzlilar esa 30-40 lik SPF dan foydalansalar bo'ladi kuz faslida. Chunki ularning yuzlari quruq bo'ladi. Quruq yuzlarni unchalik ham quyoshda himoya qilish shart emas. Ular ishlatadigan kremni tarkibida suv juda ham kuchli, ko'p bo'ladi va konsentratsiyasi baland bo'ladi. Shuning uchun ularga SPF ni o'zi 40 talik ham, 30 talik ham kuz faslida yetib ortadi deb o'ylayman. Aralash teri, ya'ni kombinirованный teri. Bu yuzda T obrazda bo'ladi. Mana shu yer yog'langan, bu atrof esa quruq bo'ladi. Sababi kombinirованный kosha. Aynan shuning uchun, aynan burni ustida va peshonada mana shu yerda, mana shu yerda iyakda yog'lanish bo'ladi. Bu yuzlarni ham oddiy normal yuzlar bilan bir xil qiyoslasa bo'ladi. Bularda ham oddiy enzimli pudra haftada 2 marta, sutsimon yoki gelsimon umuvvalkalardan foydalanish kerak, lekin baribir ham kombinirованный yuzlar bora-bora quruq yuzlarga aylanishi mumkin. Shuni sekinlashtirish yoki oldini olish maqsadida albatta oziqlantiruvchi, vitamin E tarkibida, namlantiruvchi tarkibida gialuron kislota bo'lgan kremlardan foydalanish kerak. Kechqurun vitamin E, kunduzi esa gialuron kislota foydalanish yoki teskarisiga kunduzi vitamin E, kechqurun esa gialuron kislota kremidan foydalansa bo'ladi. Albatta bular ham SPF ishlatishlari kerak, chunki SPF siz hech qanaqa yuzni to'g'ri parvarish qilib bo'lmaydi, dog'lardan ham saqlab bo'lmaydi, ortiqcha husnbuzarlardan ham saqlab bo'lmaydi. Sezuvchan yuzlar bu eng achinarli yuzlar deb hisoblayman men o'zimni nimasimda, sferamda, chunki bu yuzlar nima tegsa ham, oddiy bir suv yoqmasa ham yuzni sezuvchanligi oshib, achishib, qizarib, qichishishni boshlaydi. Shuning uchun bular alohida parvarish talab qiladi. Sezuvchan yuzlar bu quruq yuzlarni parvarish qilmagandan keyingi kelib chiqadigan yuzlar. Bular ba'zan rozatsiyaga olib kelishi mumkin, kupirozniga olib kelishi mumkin. Sezuvchan yuzlarning sababi yuz terisini juda ham qurib ketishi va yupqalashib ketishi hisobiga paydo bo'ladi. Aynan shuning uchun ham buni уже davolash qiyin va ba'zan esa butunlayga davolab bo'lmaydi. Masalan, rozatsiyani butunlayga davolab bo'lmaydi. Uni doimiy namlab, oziqlantirib tursangizgina yuzdagi muammolar pasayishi mumkin. Lekin butunlayga rozatsiyani yo'q qilib bo'lmaydi. Shuning uchun ham maslahat bergan bo'lardimki, yuzlaringizni tipini aniqlab, to'g'ri diagnoz qo'yib, keyin uxodlaringizni, kosmetikalaringizni, kremlaringizni tanlanglar degan bo'lardim. Sezuvchan yuzlarni yuziga uxodlardan boshlaydigan bo'lsak, bu birinchi o'rinda yuzni tozalash, ya'ni yuzni tozalashda sulfatlarsiz, hidlarsiz, spirtsiz bo'lgan vositalardan foydalanish kerak. Vlajniy salfetka emas, iltimos. Vlajniy salfetka ishlatmanglar. Hech qachon yuzlaringizni prosta tonaldan bir nimani artib tashlash uchun vlajniy salfetka ishlatish bu xato, 100% xato. Ba'zan ko'raman kosmetologlar ham yuzini vlajniy salfetka bilan artadi. Bu narsani qabul qila olmayman. Xo'sh, aynan shu narsa mavzuga qaytamiz.
sulfatlasiz, hidlasiz bo'lgan umumvalka, yumshoq, ichida ba'zan yog' saqlaydigan umumvalkalar bor. Tarkibini o'qisangiz oil degan yozuv bo'ladi. Inglizchada ko'pincha yozilgan bo'ladi, oil degan yozuvi bo'ladi. Aynan shunaqa narsalar sizlarga kerak bo'ladi. Kremga keladigan bo'lsak, bu albatta vitamin E, gialuronkasi birdaniga bitta kremning ichida bo'lishi kerak, sababiki bu tashqi ta'sirdan yaxshigina himoya qilish kerak. Shamoldan, changdan, quyoshdan, sovuqdan, issiqdan bu narsani bu yuzni doimiy himoya qilish uchun aynan plyonkadek krem vazifasini bajarish kerak. Kechqurun foydalanishga esa pantenol, oddiy Bepanthen kremlarni ishlatsangiz ham bo'ladi. Kremi e'tibor bering, kremi deyapman, maz demayapman, Bepanthen deganda. Kremini ishlatsangiz juda ham yordam beradi. Albatta SPF oxirida. Busiz hech bir yuzni tasavvur qilib bo'lmaydi. Normal yuz bu yuz egalari baxtli insonlar hisoblanadi, chunki yog'liligi ham, quruqligi ham normal bo'lgan yuz hisoblanadi. Poralari kichraygan, yuzda deyarli muammolar yo'q. Shuning uchun bu kombinirованный yuz bilan bir xil qilib bog'lasak bo'ladi uxodlarini. Normal yuzda eng asosiy narsa bu yuzni yog'lanib ketishini ham oldin olish, qurib ketishini ham oldin olish bo'ladi. Shuning uchun enzimli pudra ishlatsa ham bo'ladi haftada bir marta. Oddiy avokadolik gellar bor, umumvalkalar bor, ularni ham ishlatsa bo'ladi. Namlantiruvchisini haftada 3 marta, oziqlantiruvchisini esa haftada 3 marta ishlatadi. Kun ora ishlatsa agar yuz juda ham yog'lanib ham ketmaydi, juda ham namlanib ham ketmaydi, juda ham qurib ham ketmaydi. Albatta oxirida SPF, bu siz hech qanaqa yuzni tasavvur qilib bo'lmaydi. Xo'sh, ushbu videomda men sizlarga nimani aytmoqchiman? Qizlar, avvalambor yuzlaringizni tipini aniqlab, keyingina kremlaringizni olishga boringlar. Magazinga borasizlar. Men o'zimga ham necha kishi shikoyat qilib keladi. Magazinga bordim, mana shunaqa dedi. Siz teringizni aytsangiz, sizga krem podbirat tanlab berganda ham u baribir sotuvchi. Siz oldin shu bilimga ega bo'lganingizda kremni olasizda o'qiysiz. Agar ingliz tili yoki koreys tilida bo'lsa, hozir hamma telefonlarda переводчик bor. Переводчикni olasiz, перевод qilasiz, tarkibini tushunasiz, sizning yuzingizga to'g'ri keladi, demak olishingiz mumkin. Sizning yuzingizga to'g'ri kelmaydi, demak olishingiz mumkin emas. Hozir hamma magazinda, kosmetika magazinlarida ham professional 100% professional konsultatsiya beradiganlar yo'q. Ba'zan даже bir xil magazinlarni, immunnoy brendli magazinlarda ham sotiladigan kremlarni tavsiya qiladigan qizlar tushunishmaydi nimani sotayotganliklarini, nimani tavsiya qilayotganligini va yuzini qanaqa tip ekanligini. Shuning uchun bu sizlarga как-то shpargalka или shablonday narsa. Yuzlaringizni shu videoni ko'rasizlar, yuzlaringiz tipini aniqlaysizlar. Magazinga borib bemalol o'zlaringiz qisqacha qilib aytganda kosmetolog bo'la olasizlar. Shuni hisobiga sizlar mazza qilib yuzlaringizni to'g'ri parvarish qilganlaringizdan kayfiyatlaringiz ko'tariladi. Kanalimda yana qanaqa ma'lumotlarga ega bo'lishni xohlaysizlar? Izohlarda yozib qoldiringlar. Ma'lumotlardan bebahra qolmaslik uchun kanalimga obuna bo'lishni eslaringizdan chiqarmanglar.